Har bir katta yo'l kichik qadamlardan boshlanadi. 17 yil oldin biz ilk qadamni tashladik. Eng sifatli xomashyolardan san'at asarlarini yasashni niyat qildik. Har bir naqshda, har bir chiziqda bizning izimiz, bizning mehnatimiz bor. Mukammal emasmiz, lekin unga intilish bizning yo'limizdir. Har bir eshik bizning mas'uliyatimiz va obro'yimiz ramzi. Akbar Rich 17 yoshda. Akbar Rich 17 yoshga to'ldi.